Assalamu alaykum dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar. Qozog'iston diyoridagi barcha xalqimdan o'tliq salomlar bo'lsin. Qozog'iston do'stlikning xasiyatlik makoni deydi. Do'stligimiz yarashgan bu Qozog'iston diyorida Olmaota shahrining markaziga o'rinlashgan ushbu san'at maktabidami har xil millat vakillarining umaq talantli yosh o'smir bolalari san'at yo'nalishlari bo'yicha bilim o'rganmoqda. Yaqindala to'r betlarida targ'an xush xabarda mazkur san'at maktabining 8-sinf o'quvchisi Iroda Mamutning Rossiyaning poytaxti Moskva shahrida tashkillangan, ya'ni 15 dan oshiq mamlakat, jumladan Amerika, Rossiya, Italiya, Ispaniya, Avstriya, Kanada, Shvetsiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa davlatlardan talantli bolalar ishtirok qilgan Art Talant xalqaro birinchi onlayn musobaqasiga Iroda qizimizmi fortepiano asbobiy yo'nalishi bo'yicha qatnashib, birinchi darajalik oliy mukofot egasi ataldi. Bugungi ko'rsatishimiz ayni shu cho'ng musobaqaga qatnashib, oliy mukofotga sazovor bo'lib, san'at maktabini ham barcha xalqimni xushal qilgan ko'p qirliq ajoyib talant egasi Iroda Mamut haqida bo'lmoq. San'at azaldan xalq hayotini ifodalab, uning ong sezimini takomillashtirib, ijodiy iqtidorini o'stirib kelgan. Shunga san'atni go'zallikning eng buyuk turi deydi. Biz Qozog'istonda turishliq barcha Uyg'ur xalqimi ayni shu go'zal san'atimiz, urf-odatlarimiz orqali milliy xosligimizni, san'atimizni davomlashtirib saqlab kelmoqdamiz. San'atning har sohasida o'z talant qobiliyatini namoyon qilib kelayotgan dangliq san'at peshvolarimizning iz bosarlari sifatida san'at beg'ida yetilayotgan yosh xonchimiz Iroda Mamut bo'lsa 2006 yili 22 sentyabrda Olmaota shahrida dunyoga kelgan. Kichigidilla san'at olimiga yo'l olgan, muzika san'atiga shayda bo'lgan kichik do'stimiz Iroda 6 yoshida kasbiy darajadagi san'at maktabining 1-sinfiga qabul qilinib, san'at asosining puxta bo'lishiga kuch soldi. Hem shu yili Sultonqo'rg'on mahallasiga o'rinlashgan Masum Yaqubov nomidagi maktab gimnaziyaning 1-sinfiga qabul qilindi. Birinchi maktabda boshlab, ayil ahvolga borgan. Boshqa maktabga ketgan Iroda Mamutning fikrlariga ko'ngil bo'lib berasiz. Endi Iroda Mamut qizi o'zininki dastlabki qadamini boshlang'ich bizning 101-maktab gimnaziyada o'qidi. Albatta o'zi nihoyatda aqlli, talantli, ajoyib ham yiqidim. Ko'p qirliq ishlarım bo'ldi. Nihoyatda o'qishda bo'lsin, sınıfın tashqari ishlarda bo'lsin, o'zini ulg'lik yaqinga ko'rsatib kelgan qizimiz endi oila joylar bilan maktabdan ketib qoldi. Endi ketgan bilanmi biz baribirmi maktabda 1200 balani o'qiydi. Ketayotgan bolalar ko'p. Albatta biz balalarimizning hayotli bo'lsin, ashlarning utuqlarini ko'rgan vaqtda xushal bo'lamiz. Tabriklaymiz. Ustoz, sizni yangi o'qish yili bilan tabriklayman. Iroda Mamutning dastlabki ustozi retida Irodaninki o'qish ulgurumlari to'g'risida eslatasiz.
Mana bundan 8 yıl ilgari oşundaq gödəklərin qarşı eriş peytida qo'lga guldasta tutgan, nihoyatda kelishgan, nozik, chiroyli, ko'zlarga o't yenib turgan qizchaqning ota-onasining qo'lini mahkam tutib, o'sha bizning maktabga qadam qo'ygan kuni bo'lgan. Ana shu qiz qishga kelib, o qizning ismini so'raganda, o qiz o'zining ismini Iradam ekanligini aytdi. Men shu vaqtda bu nozik qizni qarab, eti bilan ismi bilan jismiy ba'zida maslashadi deb qo'ydim. Men ismi bilan o'zining nozikligi qarab hayron bo'ldim. Biroq o'sha kunlarda Iradamniki ismini texmo yilqi ismi o'zining nozikligini xushg'ayrat berib, egiz cho'qlardan ko'rinayotganligi bu qizning bir ayrimchilik bo'ldi. Endi o'sha o'qitgan 4 yil jarayonida bu qizniki alohidligi, o'qish darsi bo'lgan alohidligi nihoyatda kuchli bo'ldi. Sebebi berilgan matnlarni qiziqib, o'zi ayriqcha bir fikrlarni aytadi. Suratga qiziqishi, muzikaga bo'lgan qiziqishi nihoyatda zo'r bo'ldi. 4 yil davomida o qiz elachilar qatoridan o'rin olib, oxirgi qo'ng'iroq marosimida qizil lenta taqib, oldingi qatorda bo'lgani hammasini faxrlandi. Javobingiz. Rahmat. Iradamning saboqdoshlari Iradani yodiga oladi. O'sha kunlarda Iradamning saboqdoshlari o qiz ba'zi bir joylar bilan boshqa maktabda o'qisimi, o qizning barliq utuqlarini biz sinfdoshlari bilan bilib o'tirmiz. Nihoyatda xursand bo'lamiz. Ya'ni o'quvchilar yugurib kirdi tanaffus oralig'ida. Bizning Iradamning utuqlari mandaqga ma'lum mandaq bo'ldi deganda biz nihoyatda beshimiz ko'kka yetib, qizimizga taxminish bilan xushal bo'lamiz. Hem bu qiz dastlab yozganda so'l qo'l bilan yozadi. Men o'sha qizning nozik qo'llarini tutishdan hatto qo'rqdim. Nima degan nozik qo'llar deb. Dunyo yuz bo'layotgan ko'riklardan birinchi o'rin elishi nihoyatda cho'ng bir Iradamning o'zining emgigining natijasiga, intilishining natijasiga faxrlanib, men Iradam qizimizga bundan keyingi hayotida yo'li ochiq olsun deyman. Har bir odamning armoni oldi, o armonga yetish nihoyatda cho'ng bir past yo'llarni o'tadi. Uyg'ur san'atining texnik dunyoda tanilgan insonlardan bo'lsin deb o'zimning tilagimni aytdim keldim. Iradaning bugungi kundagi utuqlari albatta cho'ng tirishgan emgigining va qobiliyatining natijasidir. Shu nozik qizning bugungi utuqlarida onasi Qalbnurning emgigi zo'r degan bo'lar edim. Iradamga bo'lsa kelajakda sizdan cho'ng umidlarni kutamiz. Ah yo'l sizga shogirdim deb o'z tilaklarini yo'llaydi dastlabki ustozi Gulvara muallim. Tushdan burun san'at maktabida, tushdan keyin ona tilida bilim oladigan 101 maktab gimnaziyada, bugungi kunda Abdulla Ro'zbaqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyada bilim olib tarbiyalanayotgan Iroda Mamut 7 yillik san'at maktabini fortepiano sinfi bo'yicha qizil shahodatnomaga tamomladi. Maktabining talantli o'quvchisi Iroda Mamutning qo'lga keltirgan qutug'i bilan samimiy tabriklayman. Iroda bizning maktabga 2012-yili qadam tashrif qildi. Baxmi kichik hamda baxmi omaq nozik edi. Kelgan dastlabki kundinlar uning chaqnab turgan mo'ldir ko'zlari bir maqsadni olg'a qo'ygan, ko'z qarashi qiliplashgan hamda kichigidinla bo'yida qandaqdir bir xislat cheksiz talant qobiliyatining borligini bayqagan edik. O'zingizga ma'lum bo'lganidek biror ishda natija qozonib, bir utuqni qo'lga keltirishda faqat talantli bo'lib qolmay, shu talanti ustida ko'p ishlash, o'rganish, izdanish, tirishchanlik bilan tayyorlik ko'rish zarurdir. Mana kuniga 4-5 soatlab mashg'ullanib, o'zining tirishchanligining dalili sifatida shaharlik 53 qatimliq o'tkazilgan yosh muzikant musobaqasida bosh mukofotga ega bo'ldi. Ham Rossiyaning Moskva shahrida uyushtirilgan ko'plagan mamlakatlar qatnashgan, jumladan Amerika, Rossiya, Italiya ham fortepiano asbobining qanoti atilgan Xitoy, Kanada va boshqa davlatlar ishtirok qilgan bu musobaqada Iroda qizimiz qatnashib,
birinchi darajalik oliy mukofotga muyassar bo'ldi. Bu yerda shuni aniq aytalaymanki, bu faqat iroda qizimizning ajoyib talanti, qobiliyati, tirishchanligi, irodasining mustahkamligi, chidamligining arkasidan natijaga yetdi, shuhrat qozondi. Iroda san'at maktabimizning yo'riq yulduzi ham cho'lpini. U ustozi Aida Boris qizning turkisida mushundoq cho'lpon bo'lib yetildi. Men o'ylaymanki, ko'p tirishchanligi va san'atga bo'lgan zo'r ishtiyoqi bu kichik cho'lponimiz irodani kelgusida alamga to'nilgan bir tonglik san'atlar qilib yetildirdi. Ishonchim komil, bu faqat meningli fikrim bo'lmasdan, balki barliq maktabdagi ustozlarining, dangliq professor san'at peshvolarining irodaga bergan bahosidir.
Öz ana tiliga bo'lgan cheksiz muhabbati tufayli 4-sinfdan buyon Abduruz Baqiev nomidagi 152 maktab gimnaziyada a'lo baholar bilan bilim olayotgan Iroda Mahmud bugungi kunda mazkur maktabning 8-sinf o'quvchisi. Kichigidanla aqlli, talantli, bilim va san'atga cheksiz ishtiyoq bog'lagan Iroda bu maktab tarafdan tavsiya qilgan ko'plagan nahiyalik, shaharlik, jumhuriyatlik, xalqaro musobaqalarga qatnashib, ko'plagan yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Tövəndə mazkur maktabning musiqa fan muallimi Irodaning vokal, ya'ni naqshi aytish bo'yicha ustozi Nadyan Tayir qizining ham boshqa san'at yo'lida faoliyat yurgizayotgan ustozlarning suhbatini diqqatingizga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Bizim maktabda o'quvchilarimizga darsdan bo'sh vaqtida har xil o'maklarga qatnashishga nihoyatda ko'p imkoniyatlar yaratgan. O'zingiz ko'rib turgan misoli bizning taladagi sport maydonlari, sport zallarimiz, majlis zallarimiz, kabinetlarimiz umuman har xil ko'riklar, mayli jumhuriyat bo'lsin, mayli xalqaro bo'lsin, mayli shaharlik bo'lsin, barliq ko'riklarga faol qatnashib, yuqori o'rinlarni eglab kelyotdi. Irodaga kelgan bo'lsak, xalqimizda deydi-ku 8 qirlar, 1 sirliq deb qo'yamiz. 8 qirlar, 1 sirliq deganda meni ko'z oldiga Iroda keldi. Sababi Iroda yolg'iz san'atli emas. Bilimdimi doim a'lo o'qib kelayotgan qizlarimizdan biri. Iroda nihoyatda idrakli qiz, talantli qiz va javobgarchilik ustun qiz. Hech qachon degan so'zni yo'lda qo'ymaydi degan so'zingizni vaqtida o'rinlab, degan topshirmani vaqtida o'rnaydigan qizlarning biri. Shuning uchun Iroda hamma tarafdan o'zini ko'rsatib kelyapti. O'zingiz bilasiz, shularning biri bizga hozir hammamizni qo'shib qilayotgan mana dunyo yuzida ko'rib qatnashib, o'zini birinchi o'rinda oldi. Va shundaqla Iroda yolg'iz fortepianodan emas, vokaldimi nurg'ulg'an ko'riklar qatnashdi. Biz Uyg'ur milliy bolalarimizni Uyg'ur milliy chalg'u asboblariga o'rgatishni to'g'ri ko'rdik. O'sha yaqin orada biz o'sha bolalarga dutta, tambir, ravaq, daq, karnay, surnay qatorli asboblarni o'rgatishga boshladik. Endi muzika asosiga kelsak, muzikada abaqi eng qiyin bo'lgan o fortepiano bilan skripkasi bor. Eng qiyin bu yerga nihoyatda talantli balniki darajasi yuqori yaxshi bolalarni mazkur maktablarda o'qish o'rinlarida shu asboblar berildi. Balning qobiliyatiga qarab. Endi Irodaga kelsak, Iroda degan 7 qirliq, 1 sirliq qizimizning biri o'zini har tarafini ko'rsatyapti. Biroq asosiy hozir o'ziniki spets qilib, o'ziniki ma'lumoti bo'yicha u fortepiano o'qishni olib ketib bordi. Fortepiano eng qiyin asboblarning biri. Biroq uni har qanday yerda bugun kunlikda bor xalqaro darajalarda birinchi o'rinlarni olib, yaxshi yutuqlar ko'rsatyapti. Shuning uchun men Iroda qizimizga cho'ng yutuqlarni tilayman. Biz orkestr bilan nurg'unlagan Uyg'ur xalq naqshi sozlarini ishlab chiqdik. Shuning ichida biz hozir to'xtalgan sozimizning biri Yoshlar usuli degan soz. Va bilan biz shuni hozir boshlaymiz.
İradaga ijodiy utuqlarni tilayman. Muшу tanlagan o'zligi san'at yo'lida texnik yuqori pallarga yetishiga tilakdoshlik bildiraman. İradenin muşu yıllar aralığında қолға keltügen utuqları tövendikçe. Tajarız Talant Cemiyetlik Fondu'nun teşkilleştirişi bilen ötküzülgen bir qançilgen musabıqılar, Dara Bala Xalq Aralıq Festivali, Diktor Enverbek Bayjanbayev'nin hürmetige Cumhuriyetlik Yaş Diktorlar musabıqısı, Boğla Dağıtı Örlüsün, Balala kompozitori Bota Beysenvanın Mening Şükürük Tulparım hem 4-nji Cumhuriyetlik radyo körüklerge qatnışıp baş mukafat 1-2 derecelik ali orunlarga müyesser bolgan. Dostlar Avazi namlıq Cumhuriyetlik televiziyalık musabıqıda fortepiano esvavi ve naqşı etiş boyunca qatnışıp 1-nji derecelik diplomlar bilen taqdirlengen. Uyghur xalqının ataqlıq şairi İlya Baxtiyanın 85 yıllığı, Ğunçı Ballar jurnalının 5 yıllığı, şundaqla xalqımızın munavvar farzandi Abdulla Rozbaqiyevning 120 yilligi beg'ishlangan Meni yod etsang, mening ismim el qalbida mangu saqlanadi mavzusidagi ilmiy loyihalar, she'r aytish musobaqalariga qatnashib, 1-derecelik diplomlar bilan mukofotlangan. Alami Prodüserlik Merkezi tarafidan uyushtirilgan Ana til demay xalqimni suymak nomli Yusuf Xasajibning 1000, Mahmud Qashqariyning 1010 yilligiga beg'ishlangan festivalda hem ataqlıq rəssam Mars Yetaxunovning 80 yilligiga beg'ishlangan Ana yurt qo'yindi nomli musobaqalarda Almutu shahar hokimchiligi tarafidan tashkillangan Tulpar minib tu olgan mavzusidagi Alpamiz Botir jırlari ko'rigida Cumhuriyetlik Önürpaz bolsang, shundaqla Nurli Jastar San'at Merkezining Sırım Bar Jürегimde musobaqalardami 1-2 derecelik o'rinlarga müyesser bo'lgan. Xalq aralıq ilim ve bilimni qo'llash markazining qo'llab-quvvatlashi, erudit intellektuallik bilim portalining uyushtirishi bilan o'tkazilgan Yusuf Balasag'inning 1000 yilligi beg'ishlangan Qozoq tili fani bo'yicha Cumhuriyetlik olimpiadaga qatnashib 1-o'ringa, shundaqla Cumhuriyetlik Anishi Balapan xalq aralıq musiqa yo'li ko'riklarida fortepiano asbobi bo'yicha bosh mukofotga, Almut shaharlik bilim boshqarmasining uyushtirishi bilan Til birlikning Triyagi nomli insho yozish ko'rigiga qatnashib 1-derecelik o'ringa, Teşliq alimiy ijodiy birlashmasining uyushtirishi bilan O'zbekiston Jumhuriyatining Tashkent shahrida o'tgan Teşliq alimiy do'stlik festivalida bosh mukofotga ham O'zbekiston Jumhuriyati Uyg'ur madaniyat markazining saxiy medaliga müyesser bo'ldi. Almutu shaharlik bilim boshqarmasi tarafidan uyushtirgan yosh muzikantlarning 53-chi shaharlik festival konkursida fortepiano asbobi bo'yicha bosh mukofotga hamda Rossiyaning Moskva shahrida o'tgan Art Talant xalq aralıq onlayn musobaqada oliy derecelik 1-o'ringa, shundaqla xalq aralıq Abay Dara hem Yoruq Yulduz onlayn musobaqalarida naqshi etish bo'yicha bosh mukofotlarga ega bo'ldi. 8 qirliq bir sirliq Irada Mahmud haqida Rossiyada nashr qilingan Xalq aralıq ma'rifdagi ilg'orlar nomli ensiklopediya kitobiga kirgizilib, Qozog'iston Jumhuriyatining Millat faxri nominatsiyasi bo'yicha 1-oliy derecelik diplom ham o'tkir bala medali bilan taqdirlandi. Her qandaq Cumhuriyetli xalq aralıq musobaqa festivallarning g'olibi atilib kelayotgan Iradaning bu utuqlariga yar yo'lak bo'lib tarbiyalayotgan, bilim berayotgan ustozlari fortepiano asbobi bo'yicha Aida Boris qizi, naqsha ijro qilish bo'yicha Nadiyam Tayir qizi, qozoq tili va adabiyot fani bo'yicha Ulmon Adilbek qizi, maktab mudirlari Irina Viktor qizi, Xurshidam Abdulla qizi, Shavkat Niyoz o'g'li ve barcha fan muallimlariga, sinf rahbarlari, maktab ma'muriyatiga, ota-onasi, qarindoshlarga olqishimiz cheksizdir. Muzikaga bo'lgan qiziqishingizni kim o'yingizga singdirdi?
Assalomu alaykum. Suhbatga taklif qilganingiz uchun rahmat. Bu savolga javob berishdan ilgari san'at to'g'risida she'r yodimga kelyotdi. Shuningdan boshlasam. San'atim, sen hafizim, o'zgacha bir qiyofat, fazilating ichra topding ulug' hurmat inavat. Sen taratgan muqamning dengiziga bosh egib, bo'ldim sazlar dunyosini qilgan kabi ziyorat. Mana mushundaq san'atkor xalqimning, san'atni sevgan ajdodimning, ota-onamning bu xislatlari menga kichigimdan singan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chelishki ig'ir va yengil paytlarni o'tsangiz, yana qanday chalg'u asboblarda o'ynaysiz? 6 yoshimda ota-onam meni Olta shahridagi cho'ng san'at maktabiga qabul qilish imtihoniga elib keldi. Bu yerda ustozlar mening talentimni bayqab, fortepiano va xoreografiya sinifiga o'tgan ekanligimni e'lon qildi. Shu kundan boshlab men 7 yillik san'at maktabida bilim olyapman. Fortepianoda o'ynashda albatta birinchi 2 yil menga qiyin keldi. Shu sababdan men ko'p mashqlandim va shu mashqlanishlarning natijasi ko'plagan yutuqlarga elib keldi. Fortepianoda buyuk kompozitorlarning asarlarini o'ynash menga bek ig'ir keldi. Shu sababdan men ko'p mashqlandim. Fortepianodan sirt men hamda gitara asbobida o'ynayman. Ham dutaga bo'lgan qiziqishim bor. Albatta birinchidan Uyg'ur xalqini dunyoga tanitgan 12 muqam, yiqimli saz kuylar hamda klassik muzikadan Bach, Beethoven, Chopin va boshqa buyuk kompozitorlarning asarlarini sevib tinglayman. Suhbatlashganimizga assalomu alaykum. Qalbingiz alib, sizni qizimiz Iroda Mahmudova Moskva shahrida o'tkazilgan konkursga qatnashib birinchi o'rin olgani bilan tabriklayman. Qizimizning muzikaga bo'lgan qiziqishini qachondan beri bayqadingiz? Rahmat, yana bir qator assalomu alaykum. Suhbatga taklif qilganingizga rahmat. Endi qizim Iroda haqida to'xtalgan bo'lsam, san'at u go'zallikning bir turida ekan, shu go'zallikni bolaning bo'yiga singdirish bu bizning ota-onamizning borchi. Men qizimning bu san'atga bo'lgan ishtiyoqini, san'atga bo'lgan qiziqishini yakunlamsam, shu bo'yida bir xislatning borligini albatta bola dunyoga kelgan vaqtida chir etib ne deb shug'ullan vaqtida shu bolaning ohangidan, ina degan shig'isidan, qandoqdir bir ovozida ajoyib bir chiroyli ovozliq, chiroyli bir mum borligini men sezgan edim. Keyinroq albatta allay naqshlarini aytib tablab uxlatgan chaqlarimdimi, shu allay naqshlarini shundoq bir zehn bilan tinglab uxlab qolgan bir paytlarni talay bo'lgan. Biz ham san'atkor oilasidan bo'lg'ashqa, dadasimi ham san'atkor bo'lg'ashqa mumkin bizning talantimiz qizimiz qo'llangan bo'lishi kerak. Iroda Mahmud hozir sizga kelajakdagi maqsadlari bilan bo'lishadi. Hozirgi vaqtda qizim albatta o'zining qiziqishlari bilan men bilan bo'lishadi. Kelajakdagi qiziqishlari, olgan armon orzulari nihoyatda ko'p, zamoniyalari nihoyatda ko'p. Biz ota-onalar shu bolaning bo'yidagi xislatni, qiziqishini amalga oshirib, armonga yetish uchun qo'limizdan kelgancha yar yo'lak bo'lishimiz kerak. Men buni to'g'ri tushungan holda qizimga doim yar yo'lak bo'lib kelyapman. Kelajakda endi Uyg'ur san'atiga o'zining bir to'hfasini qo'shadigan Amanisa Xanishdek bir qizlarning bo'lib yetib chiqsa deb umid qilaman.